Assalomu alaykum. Men Hamroyev Shahlo, Almaz Medline klinikasida apiterapevt bo'lib ishlayman. Apiterapiya nima? Apiterapiya eng birinchi asalari bilan chaqtirib davolash. Arini zahri birinchi o'rinda insonlarga immunitet beradi, quvvat beradi, kuch beradi. Migren, grija, bel og'riq, bosh og'riq, qo'l og'riq, yelka bo'g'imlaridagi og'riqlar, siniqlarni bitishi, polartrit, artrit, reumatoidni artrit, revmatizm bu kasalliklarga juda yaxshi yordam beradi. Sababi tabiiy parafen, kalsiy, magniy, kaliy, kreatin, kalsitanin, xullas 14-15 xil preparatga ega. O'sha kasalliklar qayerda qanaqa og'riq bo'lishidan qat'iy nazar tochkalarga, nuqtalarga olib bo'lgandan keyin har xil kasallarga yaxshi davo beradi. Ari bilan davolashning foydasi tabiiy yo'lda odamlarga immunitet berish. Qachonki inson tanasida immunitet hosil bo'lsa, odam o'zini o'ziga, tanasiga qarshi kurasha oladi. Odamlar ari chaqtirishda qo'rqish mumkin. Kimgadir allergiya berib yuboradi, kimgadir og'riq sifatida qo'rqish mumkin. Bu narsadan qo'rqmangizlar. Allergiya tochkasiga qo'yilgandan keyin, odamda allergetik holatini bilib olganimizdan keyin, berish bermasligini bilganimizdan keyin bemalol chaqtirishimiz mumkin. Agar og'riqlardan qo'rqadigan bo'lsa, chaqtirilganda og'riqlardan qo'rqadigan bo'lsa, bu narsalarni oldini oluvchi narsalar, har xil narsalarimiz bor. Ular darsinbal, shapatlab turish, shamol qilib turish, muzlatish yo'li bilan ham og'riqlarni olsak bo'ladi. Neurologik bolalarimizda nervni tinchlantiruvchi xususiyatlarga ham ega. Kattalarimizda ham, kichiklarimizda ham. Nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringizlar. Sizlar bilan doktor Hamroyev Shahlo Alijonova.